Miyani afzallik tomoni. Xitoy miya bo'lsa, do'stlar, kuyib qolsa, seli almashib ketadi, $200 rasxodga tushasiz. Lekin bu miyani afzallik tomoni qaysidir qismi kuyib qoladigan bo'lsa, o'sha qismni mahalliy bozordan topsangiz bo'ladi. Mana shu miya kuymasligi uchun, motor kuymasligi uchun do'stlar, maxsus invertor bonus sifatida qo'shib beriladi. Do'stlar, zavodga yetib keldi, ya'ni toj boylarda biz katyollarda, qaynoq qozonlarda optim ishlab chiqariladi. 150 kvadratdan boshlab 2000, 3000, 5000 kvadratgacha. Yaxshi tomoni nimada siz o'z sertifikatiga ega bo'lgan davlat standart tekshiruvlaridan hammasidan o'tgan bo'ladi. Rasxodi do'stlar $900, 150 kvadratligi 25 kilodan 40 kilogacha har bitta mijoz keladi. Katyol sotib olganligi uchun do'stlar, mana shu 18 xil sovg'ani bitta aylantiradi, barabar qaysi biri tushsa hadyaga olib ketadi. Undan tashqari, omadli mijozga bu sezonga do'stlar bitta Damas hadya uchun, omadli santexnika hadya uchun do'stlar bitta Damas shundayga qo'yilgan. Narxlar $900 dan boshlanadi. Undan tashqari 5% hamda 10% chegirma bor. 10% chegirma tushadigan bo'lsa, $900lik katyolda $810 ga 100 gacha dastavkasi bepul, faqat vodiyga. Qolgan joyga kelishamiz. Pastdan nomer bor, aloqaga chiqaverasiz.